Agarda siz kimgadir hech qanaqa xat hujjatsiz qarz bergan bo'lsangiz, ushbu qarzingizni ham qaytarib olishingiz mumkin. Demak do'stlar, diqqat qilamiz, tushuntiraman. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring va qarzini ola olmasdan yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Demak, siz yaqiningizga, qarindoshingizga, hamkasbingizga, umuman bir tanishingizga hech qanaqa xat hujjatsiz qarz bergansiz, endilikda ushbu qarzingizni qaytarib ola olmayapsiz. Ushbu holatda siz birinchi o'rinda ichki ishlar organlariga ushbu qarzingizni undirib berishini so'rab murojaat qilasiz va ichki ishlarga ariza berganingizda ichki ishlar organi xodimi tomonidan sizning murojaatingiz o'rganilib, qarzdor shaxsdan ham sizdan ham tushuntirish xati olinadi va tegishli tartibda qaror qabul qilinadi. Ushbu tushuntirish xatiga qarzdor haqiqatan ham sizdan qarz olganligini yozib bersa, bu siz uchun yozma hujjat hisoblanadi va ushbu tushuntirish xatini olib fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizga ushbu masalada ichki ishlar organlariga ariza namunasi kerak bo'lsa, ushbu video kommentariyasida ariza so'zini yozib qoldiring va men sizga ariza namunasini yuboraman. Shunday ekan, hurmatli obunachilar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda sizga fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy, jinoyat va boshqa masalalarda advokatlik xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.